Huquq bu dunyodagi eng go'zal, shundoqla eng qo'rqinchli narsa. Qadimdan hozirgacha huquqni kontrol qila oladigan kishilar intayin oz bo'lib, huquqning yuqori pallasiga qarab ilgarilayotgan yo'lda sonsizlagan kishilar oldingilarning izini besish uchun qonga bo'yaldi. Ammo Vladimirovich Putin degan bo'lsa, mangu huquq cho'qisi qo'yildi. Putin 1952-yili Leningrad, hozirgi Sankt-Peterburgdagi odatki bir oila tug'ilgan. Uning onasi zavod ishlaydigan oddiy ayol ishchi. Dadisi bo'lsa sobiq Sovet ittifoqi dengiz armiyasida suv osti kemasi askari edi. Amaliyotda Putin tug'ilishdan burun uning ota-onasi 2 farzandlik bo'lgan. Ammo cho'ng o'g'li burilib o'lib ketgan. Ikkinchi o'g'limi Leningradni qo'g'dash urushida o'lib ketgan. Shuningdek, yeshi eng kichik Putin ota-onasining birdan-bir yurak faris bo'lib qolgan. Putinning opasi Mariya faqat bola sog'lom cho'ng bo'lsa, men shuningga xo'sh deb o'ylaydi. Bolalikdagi Putin onasining bu talabiga bek mos keladi. Chunki u sog'lom bo'lib qolmay, hayotiy kuchi urg'ib turadi. Hatto ba'zida haddidan ziyoda jonlanib ketadi. Uning hayotiy kuchi asosligi saboqdoshlar bilan urushish, darsxona intizomini qalaymuqallashtirish qatorliqlarda ifodalanadi. Jahil kichik Putin boshlang'ich maktabning 5-yilligigacha qizil galostuk taqiy olmaydi. Bundoq nachar qiyofat ostida Putinning bosh ko'tarishga amroq boshlamchi bo'lishga jur'at qila oladigan rahbarlik kollektivga talpinadigan xoslikni namoyon qilish aslo mumkin emas edi. Bu bir doida bo'lishga tegishli safa emas albatta. Ammo boshqalarning nazaridagi eski bola Putin 5-yillikning sinf mudiri Villa bilan uchrashgandan keyin xatolikni tuzitib, yangidan odam bo'lishga boshladi. Ilgari o'qituvchisi Villa Putinning sho'x, harakatchan tasavvurdan o'zidagi har xil yorqin nuqtalarni ijtimoiy fanlarga moyir, asli tutish qobiliyati yaxshi, tafakkur chaqqan ishkanligini ko'rib yetgan. Muallimning e'tirof qilishi va ilhomlantirishiga erishgan Putin to'g'ri yo'lga chiqib, tirishib o'rganishga boshlagan. Endilikda Putinning vujudidagi kuch bilan urushga qoliti qarama-qarshi bo'lib qolgan edi. O'rta maktabdan tortib oliy maktabgacha Putin izchil bir munavvar o'quvchi edi. Lekin kishini hayron qoldirdigani shuki, bu natijasi a'lo bola amaliyotda KGBga qo'shilib, josuslik orzusini ko'ngliga pukkan bo'lib, buning sababimi nihoyat oddiy. Xudisiz va men qahramonning jasoratini ko'rgandan keyin bosh personajga o'xshash shaxs bo'lishni o'ylaganga o'xshash. Josuslik kasbining o'zgacha sehriy kuchimi Putinni cho'nqur jalb qiladi. Leningrad universitetida o'qiyotgan Putinni ustozi Sobchak o'zining tadqiqot istiqboli adliya sohasida deb qaraydi. Ammo Putinning orzusi azaldan o'zgarmay, o'qish bitirgandan keyin qatlamma-qatlam tanlash orqali orzusi amalga oshib, KGBga kirib, orqadan Sovet ittifoqi kompartiyasiga kirgan. Alayda xodim bo'lgan Putin avval Leningrad rayonida xizmat qilgandan keyin yana Sharqiy Germaniyaga axborot to'plashga avatilib, Berlin temi o'rilib ketganda ondan Leningradga qaytib kelgan. Putin 1990-yili ilgari keyin bo'lib, Leningrad universiteti mudirning tashqi ishlar yordamchisi bo'lgan. Sankt-Peterburg shahrining boshlig'i, maslahatchilar shaharlik hukumat tashqi aloqa komitetining raisi va Sankt-Peterburg shahrining birinchi muavin boshlig'i. Hamda shundaqla 1991-yili Putin Leningrad shaharlik xalqaro alohida komitetining raisi bo'lgan. U shaharlik hukumatning tashqi iqtisodiy munosabatini boshqaradi. Uning xizmat jarayonida ifodalgan qobiliyati, xizmatdoshlari va boshqalarning yaxshi bahosiga erishgan. 1990-yili 3-oyda Putin Sankt-Peterburg shahrining birinchi muavin boshlig'iga o'stirilgan. Xalqaro aloqa komitetining raisligini qo'shimcha ustiga olgan. Bu chog'dagi Leningrad Sovet raisi dal oliy maktabdagi chog'da uni intayin qadrlaydigan o'qituvchisi Sobchak edi. Uning xalqaro aloqa komiteti va muavin shahar boshlig'i vazifasini Sobchakning o'rinlashtirishidan kelgan. Shuningdek, keyin Putin Sobchakning o'ng so'l beligi bo'lib qolgan. Sobchak nega borsa, uni yanida elib yuratdi. Shunga ko'pchilik Putinni kulrang episkop deb atashyapti. Muavin shahar boshlig'i bo'lgan mezgildimi Leningradning iqtisodini intayin yaxshi boshqargan. Keyin borgan sari amaliy huquq boshqalarning qo'liga tushib ketib, huquq paxalligi yuz berib, qora niyatlar zo'rayib ketgan. Ammo Putin bilan Sobchak o'tirisidagi cho'nqur muhabbat uni bir mezgilda o'zining qora niyatini kontrol qilishga majbur qilgan. U davomli harakat qilib Sobchakka yordamlashgan. Bilib bilmayli Putin alayda xodimdan siyosiy yo'lga o'zgargan. Hatto bir mezgil siyosiy yo'lning yo'shirin kuchini namoyon qilgan. 1996-yili Sobchak shahar boshlig'i saylovida mag'lub bo'lib, siyosiy raqiblarga zarba berib, o'ch elish yo'lida Kishan zindoniga tashlanib tahdidga uchragan. Bu vaqtda Putin bir o'quvchi bo'lish sifati bilan o'zining o'qituvchisi va boshlig'i bo'lgan mutlaq sodiqlikni isbotlash uchun u Sobchakka ergishib, Sankt-Peterburg shaharlik hukumatdan ayrilgan. Endi keyin Rossiya axborot vositalariga sadoqatmanlik bilan darg'a esishga rozimanki, xoinlik qilgandan ko'ra o'lginim yaxshi degan so'zni qilgan. Putin Sankt-Peterburg shaharlik hukumatdan ayrilgandan keyin
necha oygacha asosan ishsizlik holatida turgan. Shu chog'da uyida beqishga tegishli yana 2 bolasi bor edi. Shu yili 8-oyda uning yaqin do'sti va yurtdoshi Chubayis shu chog'da Yelitsin Zongtong ishxonasining mudiri bo'lgan. Keyin u Putinni izlab, uningga yordam qilib, Moskva Zongtong ishlarini boshqarish idorasining muavin boshliq o'rniga erishtirdi. Ammo u o'zining mehribon ustozi Sobchakning vatandan ayrilganligini unutib qolmadi. Putinning yordami bilan Sobchak vaqtincha Parijga borib siyosiy dushmanlashish, uning ayblashidan o'zini qochirdi. Bu Putinning tunji qitim o'zining KGB'dagi asosini ishga solish edi. Lekin Putinning kuchi buninglik bilan to'xtab qolmadi. 1997 yili sentabrda Sobchakning delosini Rossiya yuqori palatasiga jinoyatga o'tkazib bergan. Sobchak qarmoqqa o'limdan qochib qutulgandek qiladi. Bu chog'da Putin darhol Sobchakning qochib yurishiga yordam berdi. Bu davlatga osiylik qilish jinoyati bo'lib, o'limga yardım Putin mehribon ustozni qutqazgandan keyin darhol Yeltsinni izlab berib, o'zini ma'lum qildi. Bu qilmish Yeltsinni ixtiyorsiz xursanddirdi. Shundaqla u Putin huquqning yuqori pallasini ko'zlashga oldirmadi, lekin u boshqalarga qaraganda eng yuqori o'rinda turayotgan xatarni texmo his qildi. U doim menga Putinning Sobchakni chegaradan o'g'irlikcha elib chiqqanligini aytgandan keyin hamda intayin murakkab bir xil inkas paydo bo'ldi. Putinning hayoti bilan tavakkilchilik qilish qilmishi menga cho'nqur hurmat his qildirdi. Men doim azoblangan holda o'zimdan kim meni qo'llaydi, kim mening keynimda turadi deb so'raydim. Ularni ko'rib tuyuqsiz ko'nglim echilib qoldi degan edi. 97-yili 3-oyda Putin Rossiya Zongtong ishxonasidagi xo'jalik idorasining muavin boshlig'iga tayinlangandan keyin yana nihoyat tezda Zongtong ishxonasiga ma'muriy taftish bosh idorasining boshligiga o'stirildi. Uzoq o'tmay yana Zongtong ishxonasining birinchi muavin mudirligiga o'stirildi. Uzluksiz o'zgarayotgan bu vazifalar kishining ko'zini qamashtiradi. Uning orqasidagi birdan-bir paket Yeltsin Putinning iqtidori va uningda bor bo'lgan energiyani nihoyat aniq to'nib yetgan edi. Lekin bu chog'da 97-yili portlagan butun dunyoni qoplagan pul muomala krizisi aslida intayin ojiz bo'lgan Rossiya iqtisodini yana bir qatim zarbaga uchratdi. Ayblashga uchragan Yeltsin necha qatim hukumatni o'zgartirib tashkillasimi hech qanday foydasi bo'lmadi. Toki u Putinni o'zining tanlashi deb bekitganga qadar davomlashdi. Iqtisodiy krizisga nisbatan eng xil tanlash bo'lsa, Rossiyadagi eng yaxshi zongni Kiryankonning qo'llangan tadbiri yaxshi bo'lgan bilan, lekin Rossiyaning iqtisodiy kesilini saqayta olmagan. Bexil bo'lsa o'rta yaqindagi siyosiy sohadagi peshqadam Mayer Pirmakovningki iqtisodiy krizisga taqobil turish tadbiri pul muomala moliyasini muqimlashtirishdan iborat. Makrolik tanlash, tizginlash, yana xiyonatchilik, sheriklik va iqtisodiy jinoyatlarga zo'r kuch bilan zarba berishdir. Bu siyosatlar 98-yildan boshlab ko'rinarli unumga erishib, 99-yili iqtisod asliga keldi. Hatto 6 milliard dollardan ortiq tashqi qarz qaytarildi. Lekin sheriklikka qarshi turish, iqtisodni tartibga solish Yeltsin jamiyatining manfaatini to'sqinlik uchratdi. Siyosiy sabab tufaylidan Primakov vazifadan qoldirildi. Sixil tadbirni qo'llangan Sijipashin taxtga chiqqandan keyin bevosita Yeltsinning bayonotchisi bo'lib qoldi. Uning parlament bilan bo'lgan munosabati yaxshi bo'lg'achqa, Yeltsinning parlamentdagi siyosiy ojizlikni o'zgartirmadi. Barliq tug'uvchi yanada davomli Yeltsinga qartilgan bo'lib, si tanlash turimi mag'lub bo'ldi. Saylam yetib kelish oldida turmoqda. Bu xil vaziyatda Yeltsin taxtdan tushsa, uning urug' tuqqanlari, yaqinlari Guroyi muqarrar holda tekshirildi. Putin u atalaydigan eng oxirgi qartga aylandi. 1999-yili 8-oyning 7-kuni Shimoliy Kavkaz Checheniya rayonida harbiy krizis yuz berdi. Shu chog'dagi zionist partiyasi Shimoliy Kavkaz krizisini bartaraf qilib, qaytib kelibla Yeltsin tarafidan vazifasidan elib tashlandi. 4-qatimliq o'zgartirish tashkillash Putinni tanlash turi bilan sahnaga chiqdi. Putin vazifaga o'tirish oldida Yeltsin Putinni Zongtong nomzodligiga ko'rsatdi. Gerçi bu chog'da Putin Zongtonglik o'rniga nisbatan nomi chiqmagan keyingi avlod bo'lsa-mu, ammo uni asosan tonimaydi. 8-oyning 10-kuni xatarlik paytda vazifaga o'tirgan Putin birinchi qatimlab Checheniya urushida Rossiya armiyasi urush to'xtatishga majbur bo'ldi. Checheniya qurolli kuchlari Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Rossiya xalqining dard ta'sirida tufaylidan Putinning inovati yuqori ko'tarildi. Iqtisodiy jihatda Putin oldingi ikki zongning siyosatini davomlashtirdi. Rossiya iqtisodini davomli asliga keltirib, diplomatiya jihatdan Putin Yeltsinning uslubiga varislik qilib va uni taraqqiy qildirib, yadro qurolini davlat mudofaasining muhim nuqtasi qildi. Putinni qo'llash nisbati 4 oy ichida 1.7% dan 50% ga yetdi. Bu chog'da Yeltsinni to'mirni qiziqida so'qib, 1999-yilning oxirida tuyuqsiz istifa berib, Putinni muavin zongtonglikqa tayinlaganligini jakarladi. Shuning bilan bir vaqtda cho'ng saylamni 3-oyga surib, Andila parlament saylamini oxirlashtirgan qarshi turg'uvchilarning istifa berish nutqida o'zini qochirishdan qo'rqib, ta'tir hisob berish kayfiyatini ifodaladi. Putin taxtga chiqqandan keyin xuddi Yeltsin o'ylagandek o'zi va yaqinlari omon qoldi. Putin bilan Yeltsinning astirdan ma'lum murassa yoki savdo kelishimi hosil qilgan qilmaganligi nihoyat aniq edi. 2003-yili 3-oyda Putin rasmiy Rossiya Zongtong bo'lib saylandi. Oxiri huquq cho'qqisiga chiqqan Putin darhol dunyo xalqiga o'zining huquq kuchini namoyon qildi. Qalbida Sovet ittifoqi davridagi darajadan tashqari cho'ng davlat o'rnini asliga keltirishni orzu qilayotgan Putin, xuddi Rim imperiyasining shon sharafini asliga keltirmoqchi bo'lgan Mussolini va Germaniyani qaytadan gullantirmoqchi bo'lgan Gitlerga o'xshash xalqaro sahnada to'xtamay
o'zining amaliy kuchini namoyon qilib, hokim mutlaq Gitler uslubidagi mustabiddan iborat qalpoqni ko'rib tashildi. U hokimiyat yurgizgan mezgilda Ukrainaning ichki ishlariga aralashdi. Terrorlik tashkilotiga zarba berib, O'rta Osiyo harbiy bazasini qurish qatorliq bir qator tadbirlar orqali mustahkam degan so'zni namoyon qildi. Putin irodalik siyosiyon, uningdagi g'oya amaliyotda qor niyat bo'lishining yana bir sababidir. Afsuski, Putin ilgari Rossiya xalqiga 20 yil ichida Rossiyani texnik kuch bo'lgan Rossiyaga o'zgartishga va'da bergan. Ro'shanki, u mag'lub bo'ldi. To'g'ri, hozirgi Rossiya yana 5 doimining biri. Yana dunyodagi harbiy kuchi eng qo'rqinchli davlatlarning biri. Ammo bular Sovet ittifoqi davrida aslida shunday edi. Ammo hozirgi Rossiyaning iqtisodiy yanada ojiz bo'lib, nufusi yanada manfiy eshish oltida turibmoqda. Siyosiy jihati chiriklashib, ma'muriy unumi to'van. Hammamiz bilamiz, imperator Putin keyingi 5 yilda yanada Rossiyani davomli idora qiladi. Lekin Putin idora qilgan Rossiyaning o'zining orzusiga o'xshash jush urib, zo'rayib ketalaydiganligi aniq emas.